Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, Yashil olam kuzatuvchilari. Bugun sizlarga realniy shafran, ya'ni zafaron, ko'pchilikka tanish shafran yoki zafaron guli haqida gaplashamiz. Bu shafran, ya'ni zafaron guli juda ham shifobaxsh, ayniqsa davleniyasi bor, qon bosimi bilan muammosi bor kasallar uchun juda ham zo'r dorivor giyoh hisoblanadi. Ya'ni davleniyani me'yoriga keltiradi, qon tomirlaridagi tromblarni ochadi, davleniyani o'ynaydigan, misol pasayib ketadigan yoki yuqori ko'tarilib ketadiganlarni doim anaqa me'yorlashtiradi, qon bosimlarida nimasini yoshartiradi. Judayam zo'r, judayam ko'p kasalliklarga davo dorivor giyoh hisoblanadi. Bu piyozchali bo'ladi. Buni yerga eksalarni ham bo'ladi, mana shunaqa stakanchikka eksalarni ham bo'ladi. Buni piyozdan sotuvda bor, narxi 10 ming so'mdan. Hozir mana ekkanimdan 1 oy bo'ldi. 1 oyda shunday gulladi. Mana gulini ko'rib turibsizlar. Buni misol bundan olinadigan changchi dorivor giyoh hisoblanadi. Mana bunisi, ya'ni mana gulda 2 dona, har bitta gulda 2 dona bo'ladi xolos. Mana hozir bu yerda 2 ta gullar, bitta piyozdan 2 ta gul hosil bo'lgan. Mana hozir olamiz. Mana bu fioletvi nimasi. Hop, mana shunisi choy qilib damlanadi. Bittasida mana 2 ta bo'ladi. Hozir bittasini oldik. Mana yana ikkinchisi ko'rib turibsizlar. Mana qolgan narsalari buni ishlamaydi. Mana 3 ta ekan bunisi. Mana hozir yana orada borga o'xshayapti. Bunisi plus chang cho'riqchilik joyida joylashgan. Mana urug'chilari. Mana yig'ib oldim. Mana sarig'i bas. Mana bunisi ipga o'xshashi. Xo'p, buni 2 donasini bir chashka nimaga, o'sha dog' suvga qaynoq emas, yangi qaynab chiqqan emas, qaynagandan keyin sal ilitilgan holatda, iliq bo'lib ham o'rtacha iliq emas, qaynagandan keyin bir 15 minut turgandan keyin shu hovuri bosilib, sal qaynog'i ketgandan keyin damlaysizlar. Damlaganlaridan keyin bu fioletviy rangga kiradi. Kirgandan keyin damlab ichasizlar. Juda ham organizmni yoshartirish xususiyatiga ega. Yana batafsil ma'lumot qiziqsalaring, Google'dan shafran yoki zafaron deb yozsalaring hammasini aytib chiqaradi. Juda ham zo'r, ko'p joylarda oltinga tenglashtirilgan o'simlik hisoblanadi. Buni 1 kilosi ko'p joylarda $5000 misol joyiga qarab $5000 ketaveradi. Bu mana shu gullaganda shu qismi olinadi xolos. Bag'i уже bo'ldi, dorivor emas, faqatgina shu qismi. Piyozidan ko'payaveradi. Hozir mana yana piyozdan yonida mana yangi nima detka chiqaryapti. O'sha piyozdan ko'payib 1 yilda 2 marta hosil shunaqa narsa dorivor giyoh olsa bo'ladi. Bu Hindistonda juda ko'p o'stirishadi, Xitoyda ham. Buni hozir ko'pchilik falshifkasi chiqqan, ya'ni Makka jo'xori papugini Makka jo'xori papugini bo'yab turib ham shafran deb ham sotishyapti. Endi hammaga insof bersin. Uni ham aniqlasa bo'ladi, lekin ko'rganingizda aniqlashingiz qiyin. Buni rangi chiqib ketadi suvga. Makka jo'xori papugini rangi suvga chiqib ketib, sap-sariq bo'lib, papukda o'zi qoladi. Keyin hozir eslolmayapman. Makka jo'xori papugi nimaga suvga cho'kib ketadi og'irligini hisobiga. Bunisi suv yuzasida turadi. Rangi ham o'chib ketmaydi buni. O'zini rangi qoladi. Juda ham dorivor giyoh. Buni hozir men shunchaki probaga ekkan edim. Hozir mana 1 oyda gullab yoribdi. Endi mana hozir bunisini olib oldim. Guli уже o'lyapti. Keyin bahorga yana gullaydi. Bundan o'zlaring misol xonada piyozini ekib qo'yib,
yetishtirirsalaring bo'ladi, ko'payib chiqaveradi. O'zlaring olib mana shuni hali yoshi katta insonlarga, buva-opaqalarga bersalaring, ichirsalaring dorivorligi juda ham yaxshi. Yana batafsil ma'lumotlarni bemalol Google orqali yoki ChatGPT orqali o'qib olsalaring bo'ladi. Bu men o'zimni soham shu yo'nalishga doirligini hisobiga judayam bu shafran bo'yicha ma'lumotlar ko'p naqa qilganman. Hozir videoga sig'maydi batafsil gapirib o'tirishim uchun. Buni hozir O'zbekistonda ham yetishtirishyapti. O'zbekistonda ham Issiq davlat, Surxondaryo, Qashqadaryo, Farg'ona vodiysida, boshqa joylarda ham qishloq xo'jaligi joylarida, o'sha qishloq xo'jaligi, o'rmon xo'jaligi boshqarmasining yer o'sha hududlarida o'stirishyapti. Juda ham o'stirish oson, bemalol ekib o'zlaring plantatsiya qilsalaring bo'ladi. Qiziqib ko'ringlar, juda ham dorivorligi zo'r. Yana Xudo xolasa, yana bir xil o'simlik haqida sizlarga ma'lumot chiqaraman. U qandli diabetlar uchun juda ham zo'r o'simlik hisoblanadi. Inshaalloh uni ham ekkanman. Chiqsa sizlarga yana mana shunaqa qilib video qilib chiqarib beraman. U juda ham sahrli diabetlar uchun juda ham foydali o'simlik. Ular uchun xursandchilik desam ham bo'laveradi. Xudo xolasa uni ham video qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ma'lumotlarim yoqqan bo'lsa, qisqacha mehnatimga like bosib, kanalga o'z fikr mulohazalaringni yozib, obuna bo'lib qo'yasizlar degan bittaman. Rahmat, sog' bo'linglar.